ochiqdan ochiq, to'g'ridan to'g'ri eriga ajrashamiz degan. Nimaga desa, sen meni qafasga tiqyapsan, men o'zimga erkinlik berishim kerak, men o'sishim kerak. Qanaqa, qayerda olasiz shunaqa gaplar? Hayron qolaman. Men o'sishim kerak, men rivojlanishim kerak, men biznes lady bo'lishim kerak. Sen men uchun ortiqchasan deb to'g'ridan to'g'ri eriga aytgan. Ikkita bola bor. Bir qiz, bir o'g'il. Shunaqa yig'laydi deydi, dadasini sog'inib, hozir ketib qolgan deyapti. O'g'li bor, uyga qayt desa, shartim shu, ishimga aralashmaysan. Meni qarang, bularchi o'zlariga kerak bo'lgan paytda dindan ham foydalanishadi-da. Men eshitdim Instagramda domlalarda, meni topadigan pulim faqat o'zimga tegishli, ro'zg'orga ishlatmayman. Ro'zg'orga, bolalarni bog'chasi, hamma narsaga faqat o'zing ishlatasan. Topgan pulimga men o'zim istagandek ishlataman. Qayoqqa ishlatyapsan, qayoqqa ketyapsan deb aytmaysan degan eriga. Xohlagan paytim kelaman, xohlagan soatimda chiqib ketaman uydan degan. Ko'nsang qaytib olaman debdi. Nima deysiz shunga deb. Mana siz aytgan narsada nima deysiz? Nima deyman? Ahmoq ekan deyman deb. Nima deyman boshqa deb. Shu hayotmi shu? Ikkita bola tirik yetim. U bolalarni o'yla desa, bolalar o'zi katta bo'ladi debdi. Bitta men emas ajrashgan. Bitta bu emas otasi katta bo'ladigan. O'zim boqib olaman bolalarimni. Moddiy jihatdan men o'ylaydigan bo'lsa, mana shu yerda men ajrashadigan, o'sha agar shunaqa holatda bo'lsa, ajrashaman, Instagramda ko'rdim, falonchini eri bunday qilyapti, mashina olib beryapti, uy olib beryapti, falon qilyapti deydiganlar diqqatiga. O'g'lingiz agar qizingiz yosh bo'lsa, farzandingiz bo'lsa, bu yo'ldan qayting. Yo'qsa, natijani aytaman. Uzog'i 10 yildan keyin ana farzandingiz o'g'il va qiz sizni ochiqchasiga yomon ko'rib, sizdan nafratlanadigan farzandga aylanadi. Jamiyatga navbatdagi alamzadalarni yetishtirib chiqasiz. Kun keladi, hattoki sizga bemalol qo'l ko'taradi. Onasi bo'lsangiz ham. Chunki siz uni otasidan mahrum qildingiz. Bolani qalbida bu juda yomon o'rin isi oladi bu narsa. Bolani qalbida onam meni otamdan ajratgan degan narsa turadi. Ming otasini yomonlab, otang iflos edi, yomon edi, shuning uchun men ajrashdim, ana unday bunday deyishini foydasi yo'q. Bolani qalbida onam meni otamdan ajratgan degan narsa turadi. Aytmasligi mumkin, lekin kelajakda buni juda ko'pini ko'rganman men buni, kelajakdagi isboti.